Aktrisa va teatr rejissyori Nazan Kesal 1969-yil 28-martda Manisada tug'ildi. Faqat u paytda uning familiyasi Kirilmish edi. Oila an'analarni hurmat qilardi. Nazan mehr-muhabbatga to'la muhitda o'sdi. Qarindoshlaridan hech kim shou-biznes olamiga daxldor emasdi. Shuning uchun qizning ota-onasi uning taniqli shaxs bo'lishini taxmin ham qilmasdi. Nazan erta qaror qabul qilishni o'rgandi. U maqsad sari intiluvchan qiz edi. Bolaligidanoq qat'iyatli ekanini namoyon qildi. U ancha vaqt Solihli shahrida yashadi. Aynan shu yerda u o'rta maktabda o'qidi. Keyin tijoriy litseyga o'qishga kirdi. 1991-yilda bo'lajak aktrisa aktyorlik mahoratini tasdiqlovchi diplomni oldi. 9 yil universitetini tamomladi, ammo bu unga kifoya qilmadi va Beykent universitetiga o'qishga kirib, kino va televideniya sohasida magistr darajasiga ega bo'ldi. Nazan Kirilmish o'qishni tamomlagandan so'ng Turkiya poytaxtiga borishga qaror qildi. Istanbul unga o'zini namoyon etish imkonini berdi. U turli kastinglarga qatnadi. Filmlardan rol berishgunga qadar esa reklamalarda suratga tushdi. Ko'p o'tmay ko'p qismli filmlarda epizodik rollarni o'ynay boshladi. 1996-yilda u Diyarbakir davlat teatri rejissyoriga aylandi. Kesal bu ishga 8 yilini bag'ishladi. U bu yangi muhitda bo'lishdan mamnun edi, biroq u o'zini turli yo'nalishlarda namoyon qilishni istardi. 2004-yilda Nazan yangi darajaga o'tishga qaror qildi. Shu yili u rassom o'rnini egallash uchun Istanbul davlat teatriga o'tdi. Nazan Kesal shu murakkab faoliyati davomida teatrda o'ynashni ham unutmadi. Bundan tashqari uni suratga tushishga taklif qila boshlashdi. U ko'plab mashhur seriallarda epizodik rollarni o'ynadi. Biroq haqiqiy shuhrat unga keyinroq nasib etdi. 2001-yilda taniqli rejissyor Nuri Bilge Ceylan Nazanni begonalik dramasiga taklif qildi. Aynan shu rol boshlovchi aktrisaning eng birinchi yorqin ishi bo'ldi. U o'zining dramatik qahramonini mahorat bilan gavdalantirdi. Shu bois darrov yil mavsumlarida, shuningdek shou-biznesning ko'plab mashhur yulduzlari qatnashgan Ishq va jazo serialida suratga tushishni boshladi. 2015-yil Kesalga Leyla Lidiya Tugutlu va Chag'atay Ulusoy singari o'z ishining haqiqiy ustalari bilan birga Yovvoyi asalda ishlash imkonini berdi. 2016-yilda Mening akam dramatik komediyasi ekranga chiqdi. Bu loyiha Nazan Kesalga o'z mahoratini namoyon etishga yana bir imkon berdi. Nazan ko'plab yo'nalishlarda ishlashga ulgurdi, ammo aktrisalik faoliyatida to'xtashga qaror qildi. Shunday bo'lsa-da, Kesal bir qancha mashhur brendlarning yuzi bo'lib qolmoqda. Nazan Kesal faoliyati davomida ko'plab seriallarda suratga tushdi. Bulardan eng mashhurlari Bizning oilamiz, Aliya, Shamolli bog', Samo bolalari, Super ota, Ayriliq jarohati, Fazilatxonim va qizlari, Bir zamonlar Chukurovada seriallaridir. Bundan tashqari Nazan ko'plab filmlarda ham suratga tushdi. Ularning soni 20 tadan oshdi, ammo Nazan shu bilan to'xtab qolmoqchi emas. Nazan Kesal e'tibordan chetda qolmagan. Ish faoliyati unga nafaqat moddiy jihatdan mustaqillik va cheksiz zavq bag'ishlab qolmay, bir qancha mukofotlarga ega bo'lish imkonini berdi. 2011-yilda u Istanbul festivalida eng yaxshi aktrisa sifatida taqdirlandi. 2012-yilda yana eng yaxshi ayol qahramon nominatsiyasida 2 ta mukofotga ega bo'ldi. Nazan Kirilmish yengiltak mashhurlar toifasidan emas. Aktrisa shaxsiy hayoti haqida gapirishni xushlamaydi. Biroq 2005-yilda u taniqli aktyor Erjan Kesalga turmushga chiqqanda omma bundan darrov xabar topdi. Nazan xira muxbirlardan qochmay qo'ydi. 1 yildan so'ng aktyorlar oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. Unga Poyraz deb ism qo'yishdi. Nazan Kesal hozir turmush o'rtog'i bilan baxtli hayot kechirmoqda. Shu bilan birga ko'plab seriallarda ijodiy faoliyatini davom ettirmoqda.